Agar qahatchilik bo'layotgan bo'lsa, ocharchilik bo'layotgan bo'lsa, zilzila bo'layotgan bo'lsa, ekin-tikinlarga ofat yetishga o'xshagan musibatlar bo'layotgan bo'lsa, bir insonga kasallik yetgan bo'lsa, muhtojlik yetgan bo'lsa, farzandidan ajralib qolishlik yozilgan bo'lsa, bularning hammasi shu ishlar bo'lmay turib Allohning taqdirida yozilgan bo'ladi. Shuning uchun orif zotlardan biri aytadi, kimki Alloh taoloning qadar to'g'risidagi sirini tanigan bo'lsa, unga musibatlarni yengish albatta yengil bo'ladi. Demak, Alloh yozgan ekan. Musibatga uchraganlarga mana shu Umar ibn Xattobning so'zi taskin bo'ladi. Umar ibn Xattob aytadiki, menga biron bir musibat yetsa deydi, unda 3 ta yaxshilikni topdim. Bir musibat yetdi, u musibat bitta, lekin ustida 3 ta ne'mat bor. Birinchisi, mana shu musibat dinimda bo'lmadi. Iymonim, dinim sog'lom. Ikkinchisi, Alloh taolo mana shu musibatdan kattarog'ini bermadi. 5 so'mga kuygan bo'lsangiz, Alloh taolo 50 so'mga kuydirib qo'yishi ham mumkin edi. Uchinchisi, Alloh taolo mana shu musibat sababli menga ulkan ajrlarni beradi deydi. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum.